2026 Toyota G86. Bu yengil vaznli, orqa gildirakdan harakatlanuvchi sportkarlar orasida eng mashhurlardan biri bo'lib, yangi avlodda yanada chaqqon, qulay va haydash zavqini oshiradigan ko'plab o'zgarishlar bilan taqdim etildi. Toyota bu modelni aynan yosh haydovchilar, drift ixlosmandlari va sport uslubini sevadiganlar uchun yaratgan. Yangi 2026 G86 dizayni, texnik imkoniyatlari va ichki qulayliklari bilan avvalgidan ancha jiddiy raqobatchiga aylangan. Avvalo, uning tashqi ko'rinishida aerodinamikaga katta e'tibor berilgan. Old bamper yanada kengaytirilgan, havo oqimini yaxshilovchi katta havo kirish panjaralari bilan jihozlangan. LED faralar yanada o'tkir ko'rinishga ega bo'lib, avtomobilning sport xarakterini ta'kidlaydi. Yon tomonlarda esa chuqur relyef chiziqlar bo'lib, ular nafaqat dizaynni boyitadi, balki yuqori tezlikda barqarorlikni ham oshiradi. Orqa qismda esa ikki tomonlama sport chiqarish trubalari, ixcham spoiler va keng LED fonarlar joylashgan. Kapoti ostida 2,4 litrli Boxer dvigatel joylashgan bo'lib, u 245 ot kuchi atrofida quvvat ishlab chiqaradi. Bu dvigatel yengil kuzov va mukammal balanslashgan platforma bilan birga G86 ga juda chaqqon tezlanish beradi. Oxdan 100 km/soatgacha tezlanish avvalgidan tezlashtirilgan, avtomobilning maksimal tezligi esa yuqorilangan. Toyota yana dvigatel javobgarligini, uzatmalar qutisi almashinishini va rul boshqaruvini optimallashtirgan. 6 pogonali mexanik uzatma ayniqsa drift va sport rejimida juda jonli ishlaydi. Avtomatik uzatmalar qutisi esa tez va silliq otishlarni ta'minlaydi. 2026 G86 shassisi yanada mustahkamlangan. Past ogirlik markazi va mukammal 50 balans uni burilishlarda juda ishonchli qiladi. Sport rejimidagi stabilizatsiya tizimi haydovchiga avtomobilni yanada ko'proq nazorat ostida boshqarish imkonini beradi. Yangi amortizatorlar yo'l notekisliklarini yaxshi yutadi va yuqori tezlikda ham barqarorlikni saqlab turadi. Bremboning yangilangan tormoz tizimi esa yuqori haroratlarda ham samarali ishlaydi. Salon qismida Toyota haydovchi markazidagi dizaynga katta e'tibor qaratgan. Sport uslubidagi charm va alkantara o'rindiqlar, qizil tikuvlar, shakldagi rul ushlashga qulay qilib ishlab chiqilgan. 8 dyuymli multimedia ekrani Apple CarPlay va Android Auto'ni qo'llab-quvvatlaydi. Raqamli instrument paneli esa haydash tarziga qarab ko'rinishini o'zgartiradi. Yangi G86 da xavfsizlik tizimlari ham kuchaytirilgan, avtomatik tormozlash, chiziqni ushlab turish yordamchisi, adaptiv cruise control kabi funksiyalar mavjud. Toyota G86 ning 2026 yilgi modeli o'zining narxi jihatidan ham sportkarlar bozorida eng maqbul variantlardan biri bo'lib qoladi. U yuqori sifatli sport boshqaruvini, ishonchli dvigatelni va zamonaviy funksiyalarni arzonroq narxda taqdim etadi. Yoshlar, drift ixlosmandlari va shunchaki sport uslubidagi avtomobilgacha ega bo'lishni istaganlar uchun 2026 Toyota G86 ideal tanlovdir. Agar siz YouTube kanalida sport avtomobillar haqida kontent yaratmoqchi bo'lsangiz, 2026 G86 tomoshabinlaringiz uchun juda qiziqarli va ko'p ko'riladigan mavzu bo'lishi aniq. Bu model Toyotaning haydash zavqi, konsepsiyasining haqiqiy timsoli bo'lib, texnologiya, kuch va dizaynning mukammal uyg'unligidir.